Yanvar oyida kutilayotgan ob-havo ma'lumoti. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Oylik, haftalik va kunlik ob-havo ma'lumotidan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video ostiga bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. O'zgidromet 2026-yil yanvar oyi uchun ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, 1-2 yanvarda O'zbekiston bo'yicha quruq ob-havo bo'lishi kutilmoqda. 3-yanvarda respublika hududiga Kaspiy dengizi hududlaridan nam havo massalari kirib keladi. Respublika bo'yicha yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarda qorga aylanadi. Markaziy va janubi sharqiy hududlarda 4-yanvar kuni kechasi va ertalab yog'ingarchilik bo'lishi saqlanib turadi. Keyinchalik 1-10 kunlikning oxirigacha respublika hududi bo'yicha yog'ingarchilik kuzatilishi ehtimoli kam. Havo harorati asosan kechalari 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq atrofida. Ba'zi joylarda 5 darajagacha sovuq bo'ladi. Kunduz kunlari 8-13 daraja iliqdan 0,5 daraja iliqqacha o'zgarib turadi. Ikkinchi 10 kunlikda harorat kechalari 1-6 daraja iliqdan 1-6 daraja sovuqqacha, kunduz kunlari 10-15 daraja iliqdan 2 daraja sovuq, 3 daraja iliqqacha o'zgarib turadi. Respublika shimolida harorat kechalari 3 daraja sovuq, 2 daraja iliqdan 5-10 daraja sovuqqacha, ba'zi joylarda 13-15 daraja sovuqqacha, kunduz kunlari 2-7 daraja iliqdan 3-8 daraja sovuqqacha o'zgarib turadi. 3-10 kunlikda sovuq to'lqinlar kirib kelishi hisobiga harorat kechalari 7-12 daraja sovuqqacha, ayrim joylarda 15-17 daraja sovuqqacha, kunduz kunlari 3-8 daraja sovuqqacha, respublika shimolida kechalari 15-20 daraja sovuqqacha, ba'zi joylarda 22-25 daraja sovuqqacha, kunduz kunlari 5-10 daraja sovuqqacha, ba'zi joylarda 13-15 daraja sovuqqacha pasayishi mumkin.